shu Ramazonda ota-onasini hayot topsa, ota-onani duosini shu oylarda ola olmasa, xizmatini qila olmasa, xor bo'lsin dedilar, men amin dedim. Ya'ni muhtaram birodarlar, bu gapni gapirishimiz bejiz emas. Otalarimiz bor, non choy bilan saharlik qildik. İftorlikda ota xolis nima deydigan bolalarimizni ko'rmaymiz deb shikoyat qilganlar bo'ldi. Ya'ni shunday kun, Ramazon oyi duo qabul bo'ladigan, ijobat bo'ladigan, bitta savobga 10 ta savob yoziladigan, boshqa oyda qilingan ibodatga bu oyda darajasi afzal savob yoziladigan kunlarda ota nima yeysiz, nima iftorligingizni xizmati bor, saharlikka nima xizmat bor deb xizmat qiladigan, imkon qadar ota-onani duosini oladigan fazilatli kunlarda turibmiz. Shularni g'aflatda o'tkazib qo'yayotgan bolalarimiz, opa-singil yori birodarlarimiz bor. Lekin ota-onani xizmatini qilib, duosini olayotganlar ham bor. Alloh bularga farzandlaridan qaytarsin bu kunlarni.